Assalomu alaykum, ko'xtang bolalari, sog' emonmisiz? Charchamasdan ishlab yuribsizlarmi, o'qib yuribsizlarmi? Mana bugun ko'xtang bolalar bilan biz sabzavotli kotlet tayyorlamoqchimiz. Buning uchun biz piyozni avval qovurib oldik. Keyin sabzini korkilab o'tkazib soldik. Sabzini korkilab o'tkazib solgandan keyin karamni mayda to'g'rab bir qaynatib oldik. Tuzli suvda bir qaynatib oldikda uni suvini qochirdik. Suvini qochirib, so'ngra ozgina sariyog' bilan aralashtirib yana salgina qovurdik. Demak, bu yerda piyoz ro'loynaydi, sabzi va karam. Keyin bu aralashma qovurilib sovitilgandan keyin ustiga qo'yiladi tuxum, xom tuxum chaqib qo'yiladi. Xom tuxum chaqib qo'yilib, aralashtirilib, xohlasangiz moyda qovurib oling. Yaxshi to'g'rab qo'yinglar. Xohlasangiz moyda qovurib oling, xohlasangiz mana shunday duxovkada pishirsangiz ham bo'ladi. Chunki moy o'zi mana bu moyda qovurilgan, masalan moyda qovurilganligi sababli jamoyli bo'lib ketsa ham badxo'r bo'lsa kerak. Shuning uchun biz duxovkada pishirib olishni lozim deb ko'rdik. Endi biz duxovkani ishlatib buni qo'yamiz va pishib qoladi. Pishgan holatida sizga ko'rsatamiz. Bizda mana shu narsalarni o'zini qovurib yeyish ham mumkin, lekin maqsadimiz bolalarga ish o'rgatish. Bolalar, ayniqsa qiz bolalar qo'llari ishga kelishi kerak. O'qish bilan birgalikda mana shu faoliyatlar ham qiz bolalar uchun juda zarur. Chunki katta bo'lganda shoshib qolmaydi, o'qishga borganda, biror joyga mehmonga borganda, biror kishiga yordam berganda shoshib qolmaydi va onalarga yordam bo'ladi. Onalar kelib, qachon ovqatga urinadi, qachon pishadi, tez bo'ladigan ovqatni ko'rgandan ko'ra mana qiz bolalar mana shu ishlarni qilib, tayyorlab, onalarga tayyorlab qo'yganiga nima yetsin. Bunda kattalarning roli bo'lishi kerak, bolalar ish o'rgansin, azizlarim. Ko'xtang bolalari erinmasdan mana shunday taomlarni qilib yeng. Bu sabzavotli kotlet. Go'shtli kotletni qilgansiz-ku, mana shu o'rniga go'shtni salgina qo'shasiz, lekin asosan bu yerda sabzavotlar ko'p qo'shilyapti. Mana hammasi deyarli pishgan. Endi duxovkaga bitta qo'yib olasiz. Bo'ldi. Pishganda yaxshi chiqsa ko'rsatamiz, yaxshi chiqmasa ko'rsatmasligimiz ham mumkin. Mana ko'xtang bolalari, bizning sabzavotli kotletimiz ham tayyor bo'ldi. Buni biz foydali vitaminlar sabzavotlardan tayyorlaganmiz. Buni kechqurungi ovqatga tayyorlashingizni tavsiya beramiz, chunki kechqurungi xamirsiz ovqat salat bilan tez hammaga yoqimli tuyuladi. Siz ham tayyorlab ko'ring. Uyda bor masalliqlar. Rahmat ko'xtang bolalari.